Biroq ayrim yurtdoshlarimiz bu kabi muammolarni yumshatishga biroz bo'lsa-da hissa qo'shish o'rniga ekologiyamiz battar buzilishiga sababchi bo'lishayotgani achinarli. Ayrimlar daraxtlarni noqonuniy tarzda ayovsiz kesib yuborayotgan bo'lsa, ayrimlar chiqindilarni duch kelgan joyga tashlab, obod manzillarni ham chiqindixonaga aylantirishmoqda. Endi belgilanmagan joylarga chiqindi tashlayotganlarga ham jarima qo'llaniladi. Xo'sh, o'zi bu kabi qoidabuzarlar qanday aniqlanadi? Navbatdagi lavhamizda aynan mana shu savolga javob bor. Dangasaligi tutib, chiqindini belgilanmagan joyga uloqtirayotganlar soni bisyor. Ularni esa 24 soat davomida uzluksiz kuzatib borish uchun mana bunday kameralar o'rnatilmoqda. Ayni damda ko'rayotgan kadrlaringiz ushbu kameralar orqali tasvirga olingan. Mana bu chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlaganlar esa allaqachon jarimaga ham tortib bo'lingan. Bu yerda esa kim, qachon, qayerga, qancha chiqindi tashlayotganini nafaqat ko'rish mumkin, balki ularni jarimaga ham tortish mumkin. Sababi ushbu markaz orqali respublikamizning barcha hududlariga o'rnatilgan kameralarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish va boshqarish imkoniyati mavjud. Kuzatuv kameralari soni aytilganidek ko'p. Uni 5 yoki 10 kishi kuzatish qiyin masala. Yaxshiyamki bunga hojat yo'q, chunki tizim avtomatlashtirilgan. Chiqindilarning qilgan ishi tasvirlangan kadrlar hudud inspektoriga yuboriladi va ular shaxsiga aniqlik kiritilib, jarimaga tortiladi. Bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravardan 10 baravargacha jarima belgilanadi. Bunday hollar yil davomida yana takrorlansa, qonuniy jazo turi o'zgaradi. Maqsad fuqarolarni jarimaga tortib, cho'ntagini quritish emas, tabiatni hurmat qilishga o'rgatish. Tabiat o'ziga qilingan kichik hurmatsizliklarni odamzodga katta muammolar bilan qaytarishi haqida chuqurroq o'ylab ko'rganimizda, ekomadaniyatga avvalroq amal qilganimizda edi, minglab kameralarga ham hozir hojat qolmagan bo'lardi.